bizning jonlarimiz ko'payib boraveradi. Maqsadimiz esa 5 ta jondan o'tish. Ataga 5 ta jondan o'tish. Shunchaki sizlar like bosib obuna bo'linglar, men esa videolarni chiqarishda davom etaman do'stlar. Qani unda ketdik, sizlar esa like bosib obuna bo'linglar do'stlar. Mana birinchi bo'lib o'lib ko'ramiz. Aniq ishlayaptimi? Mana. Da ishlayotgan do'stlar. Ular esa endi biz ham bo'lib o'yinimizni boshlaymiz. Siz просто like bosib obuna qilasizlar. Men esa videoni doim boshlayveraman. Nima deyapman? Xo'sh. Skinga ahamiyat bermaysizlar chunki qo'y. Bir joyga qo'y, kallangni qo'y. Ko'rasizlar, yarimta jonimiz bor. Ko'rasizlarmi, yo'qmi? Yarim dona jonimiz bor, yarim dona. Ketma, qo'rqitma meni. Unda birinchi optimiz darajamiz. Xo'sh. Yaqin atrofda mo'l, qo'y, sigir, ot bor ekan. Eshakmi, otmi? Nimadir? Ochiq. Menimcha bitta ot yoki tovuq, qo'y tepadan tushib o'lgan yoki men o'lganman. Ikkita darajam bilan. Qachon o'ladi bu? Bir daraja bo'libman. Bitta jonim bor. Yani 4 ta jon to'plashimiz kerak do'stlar. 4 ta. To'xtanglar-da. Hozir split counter'da yo'qib olib qaytaman. Do'stlar pilishamiz bo'lib qoldi endi. Nay do'stlar. Bizga hayvon kerak, tovuq ko'rgandim. Sigir paydo bo'libdi unga. Sigir katta shuning uchun bizga ko'proq opit berish kerak degan daraja. HB. Bu modlarni men Bax'ni Telegram kanalidan oldim, sizlarga ham tavsiya qilaman. Menimcha bu versiya 1.20 oilasi bilan. Demak, bu yoki onasi yoki otasi. Bolasida menimcha tushmaydi sizda. Ikkinchi darajaga oz qolyapti. 1.5 teng kelib qoldi уже. Pilusha bilan o'ynamaganimga ancha bo'lib ketibdi, o'zi hech qachon o'ynamaganman pilusha bilan. Dumoqloq bilan o'ynardim, hamma videoimda esinglarda bo'lsa. Faqat qurgani hali pilusha bilan o'ynardim. Hali building battle ukam bilan building battle qilganimda. Keyin ozgina bo'lsa ham Minecraftni sozlab oldim do'stlar. Hali narsalarni inglizcha, o'zbekcha qilmaganim bilan. Bir sozlab oldim. O'zbekcha modini topolmayapman. Sizlar qayerdan topishni kommentariyga yozib yuboringlar. Men o'zbekcha modini unutaman. Xo'sh, birinchi darajadan o'tdi, yarmidan. Lekin darajamiz hali ham sol qoldi. Kichkina joydan qo'rqadigan bo'lib qolyapman. Sekin yurish kerak do'stlar. Bizning bir dona jonimiz bor xolos. Bu degani eng joni kam hayvon, ya'ni mob. Agar mob bo'lganida shunday bo'lardi. Eng joni kam Minecraft olamidagi narsa bu biz hozircha. Lekin kelajakda 5 ta jonimiz bo'ladi va tovuqdan o'tib ketamiz. Tovuqdan va qo'ylardan o'tib ketamiz. Balki balg'idan ham. Ikkinchi jon do'stlar, ikkinchi daraja do'stlar, ikkinchi daraja. Do'stlar, cho'chqadan epik narsalar ishlayaptimi hali ham? Sinab ko'ramiz, agar ishlayotgan bo'lsa, qo'yamiz. Chunki hali cho'chqadan epik narsa videosida ko'pgina darajalarli opit shishalar turardi, chiqardi. Shuning uchun shuni sinab ko'raylik. Ishlayapti-kan do'stlar. Bedrock do'stlar. Soft bedrock. O'zim o'rab olsam hayotda chiqaman. Qochamiz bunday joylardan do'stlar. Elektron bo'lganda hozir 3 ga uchib ketardim. Qo'nishni bilmasdim lekin. Bir blokdan qo'yib qo'yibman. Minecraftda qaysi versiyasini o'ynaysizlar? Kommentariyaga yozib yuboringlar, iltimos.
Shunga mos anaqalar sizlarga tavsiya qilaman. Shunga mos narsalarni, modlarni sizlarga tavsiya qilaman shunda. Bu joyga yana qayo tovuq. Cho'chqadan epik narsalar modida juda ham ko'p daraja tushayotgan, opit tushayotgan shuning uchun men bu modni yana chiqardim. Toshkentda 10 darajaga erishsak. Xo'sh, buni oldik, opitlarni olamiz. 3-darajaga oz qoldi do'stlar. Mana shu menimcha mana shu tavuqni o'ldirsam yetib olaman 3-darajaga. Bu daraja qiyin so'zmida. Voy harom. Chiqsam tushadi, chiqsam chiqadi. Turamaygan tovuqlar. İzliyorsa ekan. Yo, opitini qaranglar o'zini. O pastga tushishga. Qanday suvga sakra. Mana turgan joyimizga borib olamiz. Menimcha mana shu tomonda edi. Ko'rasizlar. Bir blokdan o'tolmayapti o'lgurlar. O'lganim sabab meni opitlarim kamayib qoldi, ya'ni birga tushib qoldi. 3-darajamiz. Salkam 3-daraja bo'lganini do'stlar ko'tiga tiqyapti shuncha narsalar. Oy, firewall, gravel, bedrock. Cho'chqa topishim kerak. Cho'chqadan ko'p narsa beryapti o'da bizga. Otam qolib ketmaydi. O'tlar qancha joni bor? Bizniki bilan teng ekan. O yoqtirib qoldim men. Birinchi marta. Ya'ni etche. Mavtinga minnasam. Yo'qolib ketgur harom. Tur yo'qol. Nima qilyapsan meni? Sen qarab. Plus. O'ldi. Uncha daraja bermayapti. Videoni stop qilib turay. Daha doğrusu cho'chqa topdim. Endi cho'chqani o'ldiraman. Ozgina urib oldim uni. Yo'qolib ketgur. O'l. Yo, yaxshi kerak narsa bermayapti do'stlar bizga. Mana 2-daraja bo'lib oldik. Endi vodiyning nari tomoniga o'tib ko'ramiz. Bu yerda nimalar bor, nimalar yo'q. Da suv bor ekan, qo'yil. Bizga suv juda ham kerak emas. Xo'sh, do'stlar, bu nima degan bilasizlarmi? Ularda qafas bo'ladi. Qafasda cho'chqa bo'ladi. Cho'chqada opit bo'ladi. Opitda epik bo'ladi. Epikda opit bo'ladi. Opitda daraja oshadi. Ular tushunmayapsizlar bu narsalarni. Wow, qanaqadir bu? Oho. Shunchalik boymikin shular? Ishlovda ham ichvarishibdi. Kerak narsa qo'yishdan bilmaydi bular. Ular o'zi birinchi cho'chqa. Stop mashina ular sandiq ularni qo'yishibdi. Pluslar xasislar. Shunday odam kelyapti-yu, sizlar narsa qo'ymayapsizlar. Sandiq qo'ymayapsizlar. What the fuck? Yo'q bo'lmaydi-ku bu narsalar. Kelajakda sen o'lasan. Lekin hozir sen o'lasan harami. Bu yoqqa kel harami. O'lib ketgur harami. Voy harami. Temirni qilichi olsa sal tezroq uramiz, o'ldiramiz. Spam pot qo'yib. Tomog'im sal bo'g'ilib qoldi. Bu yerda hech narsa yo'q. Kim kelganga qarab narsa qo'yar shekilli bular. Odam ajratgurlar, haromlar. Do'stlar, mana temirchini uyida nima bor ekan? Ya, o'lding sen bala. Wow, qilich. Как раз qilich ashaman deb turibman. Wow, narsalar ko'p ekan, yaxshi. Kuchayish katta. Wow, aslahalar. Va kiyib olamiz. Va biz
boshqa hozir kiyib oldik. Bitta udarda oqalmay harom. Shuning uchun biz temirli qilichimizni olib sekin urushamiz. Ke qilaman santasi. Hali jonimiz bilan teng turibdi. Tugadi. Men bilan o'ynash shunday bo'ladi. Opit kerakmi, opit. Shu 5 daraja bo'lib olay, ozgina video davomida. Qanday gunoh qosh yo'qol. Osh, mangrab qotyapti. Bu yerda yana shuncha bo'ladi. O, ikkita ekan do'stlar. Shu ikkinchisidan nimalar kutyapti bizni va biz buq. Mana buni olamiz. Buni olamiz va buni olamiz. Bo'ldi. Men non bor edi meni. Chicken go'shtonni non yeymiz. O, cho'chqa. Bu yoqqa kelyaramas xanomi. Men seni 2 asr mobaynida izladim. Va bizga trident va kamon berdi. Yaxshi. Trident bu ham qirol. Triptit yo'q ekan do'stlar. Demak, bu degani biz urug'likdagi moblarni ham bemalol o'ldira olamiz. Qiyshiq. Raslan o'zim maqtavraman-da. Wow, yana cho'chqa. Cho'chqa. Touchblade. Nima edi nomi? Touchblade-midi? Bu nasibda. Qisasami? O, daraja berdi do'stlar. Bu degani biz hozir olmuş bitta daraja berdi. Olma bitta ya. O, otamiz do'stlar, biz boyib ketdik. O, do'stlar, ko'ryapsizlarmi biz nimalar olyapmiz? 10 bitta. Cho'chqa topaman men. Cho'chqa haram, to'g'ri, lekin darajalar. O, o'sha darajalar. Yev. Do'stlar, 18 ta jonimiz bor endi. Qaqqa beraymi? Qaqqani inangdan olasan. Cho'chqa istaymiz. Yana cho'chqa. Bo'pti, bizning maqsadimiz bunda 20 ta bo'ladi. Oldi changalzor bor ekan. O, yana berdi do'stlar. 50 litr berdi. Yo, 50 litr berdi. Qaytib olish deb do'stlar. Qanday umidlar bilan 50 litrani kutardim. Ular meni umidimdan ayrishdi. Haramlar. Yo, 20, 21, 22 bo'lsin. Bo'ldi. Do'stlar, biz 22 ta jonimiz bor. Lubboyga qana. O, yana topdik do'stlar. O, 2 ta bir kichkinasi ekan. Onayni o'ldirdim. Bizga 50 ta berish kerak bo'ladi do'stlar. Mayli do'stlar, video shu joyda to'xtaydi va chunki biz niyatimizni amalga oshirib oldik. Ya'ni 20 ta, yarimta jondan boshlab 20 ta jon to'play oldik do'stlar. Unda sizlar meni kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Fiktorboy bo'ldi. Xayr do'stlar.